ust-boshimiz chang, o'zimiz bir ahvolda emaklab sudralib o'tishga majbur bo'ldik. Bel va bo'yinlarimiz qisilgan holda, tizzalarimiz tuproqqa chaplanib bor kuchimiz bilan yoriqlardan chiqishga intilardik. Tasvirchimiz qimmatbaho kameralarni devorga urib olmaslik uchun nihoyatda ehtiyotkorlik bilan harakat qilardi. Nihoyat birinchi to'siq ortda qoldi. Aziz muxlislar, bir amallab mana bu tuynukning orasidan o'tib oldik. Mana shu yoriqning orasidan bitta odam zo'r raslar ekan. Bir amallab navbati bilan o'tib oldik. Bu yer kelganda g'or ichi kengayib ketdi. Sindor aka, endi bu yog'iga ham yo'l boshlasangiz. O'zi mana bu uni o'tishimiz ham rosa qiziq bo'ldi. Mana qaddimizni tiklab, endi bu yog'iga 380 metr, 90 metrlar bemalol yursak bo'ladi. Ha. Boyagi aytgan gapim, g'orda qanchalik kattaligini endi tasavvur qilishingiz mumkin. Ha. Mana bu tomonni ko'rsangiz. Kengligini, maydonni. Mana. Bu zalimiz, birinchi zalchamiz, kirish, koridorcha. Koridorcha. Mana bu yerda ilmiy tadqiqot o'tkazilgan, arxeologlar bu yerda o'tkazgan. Chunki ozgina o'rganilganda. Oyog'imiz tagi sal toyadigan. Ehtiyot bo'linglar, toyib ketmanglar. Ichkariga qadam qo'yishimiz bilan tashqaridagi issiq havo o'rnini o'tkir zax va qorong'ulik egalladi. G'orning nafasi sovuq va og'ir. Shahar shovqiniga ko'nikkan odam uchun g'or ichidagi azaliy jimjitlik biroz vahimali tuyuladi. Mana bu tuproqning rangi qizil. Bu yer g'orni boshqa hududlardan uchramaydigan xususiyatga ega. Aytishlariga qaraganda bu yerda g'orda yashayotgan odamlar o'choq sifatida bu yerdan foydalanishgan va mana shu yerda ovqat tayyorlashgan. Bu qadimiy o'choqning o'rni. Yuqorida namlik borligi bois g'or ichida Suv bor. Suv bor va chakka tomib turibdi. Chakka tomib turibdi bor. Mana bu qarsanglar, qarang, mana bu yerdan uzilib tushgan. Ko'ryapsizmi? Mana bu yerdan uzilgan, bunisi bu yerdan uzilgan. Mana shu tushgan. Tog'lar Bu davr o'tishi. hosil bo'lish jarayonida bo'lganda bular. Shunday. Lavalar, vulqonlar Shunday. O'sha lavalarning natijasida. G'orning ikkinchi zaliga ohista yurib bordik. Bu yerda yorug'lik faqat bizning chiroqlarimizdan taralardi. Har bir qadamda zax hidini tuya turib, biz yer osti dunyosining qanchalik sirli ekanini his qildik. Har bir tosh ustun, har bir shakl o'ziga xos afsonani eslatadi.